Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, yaxshilar. Ani quduq ishlari oshlay davom etyapti. Biroz irkilishga tushgan edik. Endi to'basini leksam bilan javob o'tiramiz. Ani bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana yerga tunigafon urib beraman degan yigitimiz bor edi. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, videomizni ko'rib o'tgan bo'lsangiz, xabarlasangiz, sizning nomerda biz yazib almaganmiz, sol sababli taba olmayapmiz. Tunigafon urib beraman degan yigit bor edi. Soğan müracaat etip kalamiz. Kelip üstlep berse juda yaxshi bo'lar edi. Sizning nomeringizni saqlanib etmaganmiz, tava olmay qoldik. Ana shuda chiroyli qarang. Kafillar urilgan, travertin uriladi, travertin yigitlarimiz zayntlab qo'yibdi. Shunisidan bo'lsamadir, kelib ishlab beradi uni da. Ana askim kemchiliklari bor, mayda shuyda ulus qo'samandaglar bo'lsa, bu suv qudug'imizga marhamat ko'rsatilgan nomerga qo'ng'iroq etsangiz bo'ladi.